Chaqiring. Yo'q. Shetdaman bolalar. Bu xotin quli shuncha choyxona qildik, chaqirdik kelmading. Tog'ga chiqdik, borganing yo'q. Sandagi xotin qulili uchun choyxonani eshigiga tegib olib keldik. Chiq. Voy, zo'r ekan. Ha, erkak kishi 7 qadam bossa, boyroq hisoblanadi. Sizlarda nimadir gap bor? Bir, ikki. Kelin 2,5 chiqdi. Chiqa qolsing endi. Ana endi chiqaveray. Mayli, bo'pti, qarab turaman. Sani ham olib chiqib olish rosa problema edi. Sandagi xotin qulili uchun borib eshigini tegib uyushtirsa bo'larkan choyxonani. Xotinim. Voy, tez gaplashib ola, qo'ymaydi bo'lmasam. Ha, xotin xo'ja. Choyxonadaman. Xo'p. Video tashlab deyapti. Bo'pti, tez qor, Abbos oshiylik. Mana xotin, mana Jalol, mana Sarvar, mana men, mana osh, mana uyimiz, xotin, mana. Mana o'zing turibsan. Telefon qilaverma hadeb. Jo'natib yuboray shuni. Oltin sutni kafiganing ham berdik boladan. Xotinim qilyapti. Sho'tta bo'lsang ham qo'ymaydi. Xotin quli bo'lish oson emas-da, o'rtoq. Xotinimmi? Ha, Nima telefon ko'tarmayapsiz? choyxonadaman. Iltimos, mana bir o'tiray. Ha, bo'pti, qachon kelasiz?